0 probeg xohlaganlar uchun mashina ideal holatda yangi. BYD Chazor so'raganlar uchun mashinamiz 2023-yil flagship. Nimaiki bunda qaysi mashinalarda navorot bo'lsa bunda hammasi bor. Sidina Abdus deysizmi, Sidina Abagriff deysizmi, hamma narsasi bor. Malibu 2.4 motor so'raganlar uchun chap taraf eshigi pitnos yapilgan joyi bor ekan, yana tekshirtirib olasizlar. Hyundai Tucson so'raganlar uchun eng fullidan mashina ideal holatda, yili 22-yil. Nimaiki navorot bo'lsa bunda ham hamma narsa bor. Sidina Abdus deysizmi, Sidina Abagriff, hamma rul Abagriff, hamma narsalari bor. Keyingi mashinamiz Mercedes 211. Umidaga puli qancha puli? 15 ming kelishtirib berasiz. Cherry mashinasi so'raganlar uchun Cherry 8 Pro mashinamiz. Rullarida abagrifflari bor, cruise control, xullas hamma narsa bor bunda ham. Lekin tomida panoramasi yo'q ekan mashinani. Mashina ideal holatda. Assalomu alaykum. 2026-yil 18-yanvar yakshanba Sergeli mashina bozoridan sizlarga mashinalar narxlarini obzor qilishni boshlayman. Nexia avtomobili 0 probeg xohlaganlar uchun mashina ideal holatda yangi, umuman yurilmagan. Egalari yo'q ekan. Telefon raqamlari bor, kimga yoqsa mashinani telefon qilib savdolashasizlar. Mashina 2001-yil. Ideal holatda. Daj salafanlari turibdi mana. Salon holatlari, eshiklari yopiq ekan. Ichlari mana. Mexaniki. Koreyskiy variant. Prostoy. Mana probegi 243 km. Telefon raqamlari 91 532 59 66. Kim Nexia bir ishqibozlari bo'lsa, olaman deb yurganlar bo'lsa, shu nomerga aloqaga chiqinglar. Qancha deyapsiz? BYD Chazor so'raganlar uchun mashinamiz 2023-yil flagship. Gibrid bu. Mashina ideal holatda. Mashinaning ichlari mana. Nimaiki bunda qaysi mashinalarda navorot bo'lsa bunda hammasi bor. Sidina Abdus deysizmi, Sidina Abagriff deysizmi, hamma narsasi bor. Mana skorostlar shaybali bo'ladi. Monitorlari bor. Mashina ideal holatda. 78 ming probeg. Telefon raqamlari 97 463 59 59 yoki bo'lmasa 90 353 07 08 ga aloqaga chiqasizlar. BYD Chazor so'raganlari uchun. Narxini qancha qilib beramiz aka? 19,5 ming beramiz. 19,5 ming deyishyapti. Kelishsa bo'ladimi telefon qilishsa? Ozgina munosabat beramiz. Yo'lida ozgina qilib, chiroyli qilib beradilar. Telefon qilinglar. Malibu 2.4 motor so'raganlar uchun mashina ideal holatda. Mana mashina akkuratli, hamma joyi. Probeglar 36 ming yurgan. 2018-yil. Mashinada hali salonni hidlari turibdi. Mashina ideal holatda. Egalar aytishyapti. Mana shu chap taraf eshigida pitnos yapilgan joyi bor ekan, yana tekshirtirib olasizlar. Balon holatlari yangi.
Shep, puli qancha buni? Puli 22 ming. Puli 22 ming. Telefon qilishsa kelishtirib berasiz. Telefon raqamlari 91 531 53 35 90lik 454 50 61 ga aloqaga chiqsalaring kelishtirib chiroyli qilib beradilar. 12 Salomat bo'linglar. Hyundai Tucson so'raganlar uchun eng fulidan mashina ideal holatda, yili 22-yil, 19 ming halol probegi. Mana mashinaning ichini holatlari, mashina ideal holatda, tepada panoramalari bor. Hyundai Tucson so'raganlar uchun mana. Nimaiki navorot bo'lsa, bunda ham hamma narsa bor. Sidena Abduf deysizmi? Sidena Abagrev, hamma rul Abagrev, hamma narsalari bor. Balon holatlari mana. Bu 2 li motori bo'ladi. Tonirovka ruxsatlari bor. Paroglarda ham zo'rlardan ustonovka qilingan. Shunda aka, bu yuziga necha ichadi aka? 7-8 ta. Yuziga 7-8 ta ichiladi. Bejin. Mashina ideal holatda. Pulini qancha deyapsiz aka? 30 ming, ha? Telefon raqamini aytavering. 90lik 287 3111 ga aloqaga chiqsalaring, yo'lida qilib berasizlar aka. Yo'lida qilib beradilar. Keyingi mashinamiz Mercedes 211. So'raganlar uchun. Mashina ideal holatda, kraskalari top-toza. 112 motor, shunda 2.4 motor bo'ladi. Probegi 205 ming. Propan gazlar ustonovka qilingan. Mashina ideal holatda. Rullari anatomik qilingan. Yil 2003-yil. So'raganlarga mana 211 da dodasi mana. Ajoyib mashina. Aka, puli qancha puli? 15 ming kelishtirib berasiz. Narxini 15 ming deyaptilar. Telefon qilsalaring kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Telefon raqamlari 88 007 07 02. Aloqaga chiqsalaring kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Keyingi mashinamiz Kia Sorento mashinasi bo'ladi. Aka, yili nechinchi-yil? Yili 23-yil. Mashina ideal holatda. Bu 5 ta o'rindiqli bo'ladi. Shtorka pardalari bor. Tepada panoramalari bor. Mashina ideal holatda turibdi. Balon holatlari. Sorento so'raganlar uchun. Bu 2.5 li motori bo'ladi bu. Probeg qancha aka buni? 16 ming yurgan. Narxini qancha qilib beramiz? 35 deyaptilar. Kelishtirib qilib berasiz. Telefon qilishsa chiroyli qilib aka. Kelishtirib qilib berasiz. Aloqaga chiqsalaring chiroyli narx qilib beradilar. Telefon raqamlari 97 122 51 00 ga aloqaga chiqsalaring egasi bilan gaplashib olasizlar yana. Xitoyda yana eng zamonaviy mashinasidan Dongfeng mashina so'raganlar uchun 0 probeg, ideal holatda mashina. Mashina gibrid. Egalarining o'zida mashina.
25 ga 26 yili. Salon holati mana. Kapitanskiy sidenkalar mana, zaryadkalari bor. Mana bu katta oilalar uchun ham ajoyib mashina. Tepasi panorama, yana tepasi lilaniki o'xshagan monitorlari bor. Salon rangi apelsin rang. Ishlari mana. Nimaiki navorodlari bo'lsa, hamma narsa bor bunda ham. Sidena Abduf deysizmi, Sidena Abagrif deysizmi, Rul Abagrif deysizmi, xullas hamma narsa bor. Slipo zonalar ham bor. Pulini qancha deyapsiz aka? 32700 endi naqdga kelishadigan joy bor. 32700 deyishyapti. Agar naqd olaman desalaringiz, Hozir narxi ko'tarilgan bizda. egalari kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Telefon raqamlari 99lik 666 68 95. Aloqaga chiqsalaring chiroyli qilib narx qilib beradilar. Aka katta rahmat, salomat bo'linglar. Captiva 5 so'raganlar uchun mashina ideal holatda. Mashinaning probegi 59 ming yurgan, yili 24-yil. Top toza mashina. Mana balon holatlari. Salonlari mana. Panoramalari bor tepasida. Koja bo'ladi bu sidenkalari. Monitor bor. Bu 2 motor motorligi. Mana salonlari, ichki holatlari. Primer. Aka narxini qancha qilib berasiz? 22 ming deyapsiz, telefon qilsa kelishtirib berasiz. 22 ming deyaptilar. Ozgina telefon qilsa yo'lida qilib beradilar. Telefon raqamlari 93 576 4-3 raqamiga telefon qilasizlar. Salomat bo'linglar. Keyingi mashinamiz BYD Han so'raganlar uchun. Mashina top toza. Xitoyda bu ham eng zamonaviy mashinalardan biri hisoblanadi. Mashinaning yili 25-yil, probegi 24 ming yurgan. Mashinada tonirovka ruxsatlari bor. 4 ta balonlar yangi balon turibdi. Mashina ideal holatda. Zaryadka, paryadka hamma narsalar ichida bor. Mashina top toza. Kimga BYD Han so'raganlar uchun, qiziqqanlar uchun mana ajoyib. Telefon raqamlari 90lik 214 14 ga telefon qilsalaring mashinani gaplashib olasizlar. Narxini qancha qilib beramiz? Oxirini ayting. 30800 ekan narxi. Egalarga aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar. Aka rahmat sizga ham. Keyingi mashinamiz Malibu 1. Mashina polni shumka qilingan. Yili 13-yil. Probegi 223 ming yurgan. Balon torti yangi taqilgan, tonirovka ruxsatlari bor. Propan gaz balonlari ham bor mana. Mashina ideal holatda. Malibu 1da tinig'ini so'raganlar uchun mana ajoyib Malibu 1. Egalar aytishyapti, mana shu qismida kraskasi bor deyishyapti. Pitno sepilgan, yana tekshirib olasizlar. Mashinaning ichki holatlari mana. Tepada lyuklari bor.
Xullas mashina zo'r ekan, ideal holatda. Ezikar pultlar qo'yilgan mashinaga. Sifrovoy tablo deyishyapti akalar. Malibu 1. Probeglar mana. Aka, pulini qancha qilamiz buni? Rat, puli qancha puli? Kelishtirasiz. 13 ming deyaptilar. Telefon qilsalaring kelishtirib qilib beradilar. Shep, telefonni aytib yuboring. Yo'q-ku. Mana telefon raqamlari 97lik 318 31 31. Aka rahmat, bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Cherry mashinasi so'raganlar uchun. Cherry 8 Pro mashinamiz. Mashina ideal holatda. Yili 22-yil. 1.6 turbo motor turibdi, 33 ming probeg. Mashina bu ham Xitoyda eng bir zamonaviy mashinasi bo'ladi. Chiroyli mashinalardan bittasi. Nimaiki navorotlar bo'lsa, bunda ham hamma narsa bor. Sidena abagrev, abduf tislamiz. Sidenalar mana koja. Rullarida abagriflari bor, cruise control, xullas hamma narsa bor bunda ham. Lekin tomida panoramasi yo'q ekan mashinani. Mashina ideal holatda. Orqa holatlari mana. Tiniq turibdi orqa holatlari. Tonirovka ruxsati bormi aka? Tonirovka ruxsatlari bor. Bu aka orqasi 7 talikmi yo 5 talik? 7 talik a. Farzandlar uchun orqasida ham joylari bor ekan, sidenkalari. Mashina ideal holatda. Parovolar taqilgan balonlar holatlari mana shunaqa. Aka mana 3000 motorim bor aka. Pulini qancha deyapsiz aka? 21 ming deyishyapti. Telefon qilsalar kelishtirib qilib berasiz, chiroyli qilib. Telefon raqamlari 542 57 55 ga aloqaga chiqsalaring, egalari chiroyli narxda qilib beradilar. Aka, bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Ana ham chiqyapti. Tracker 1. Ishqibozlar uchun Tracker mashinasi. Mashina ideal holatda. Yili 20-yil mashinani. 157 ming halol probeg o'ziniki. Egalari aytishyaptiki, mana mashitni kirloda kamina, mashitni kraska sepilgan joyi bor ekan. Kamina. Qolgan joylari top-toza. Mashinaning balonlari mana. Mashina ideal holatda. Mashina avtomat korobka. Shunda premyera bo'ladi bu Trackerda. Mashina ideal holatda mana. Orqasida tonirovkalari bor. Mashinaning egalari 11,5 ming deyishyapti. Yana telefon qilsalaring, chiroyli qilib yo'lida qilib beramiz deyishyapti. Ma'ruf. Telefon raqamlari 77lik 040 0090 yoki 99lik 867 51 52 ga aloqaga chiqsalaring, egalari bilan gaplashib olasizlar. Salomat bo'linglar. Traverse mashinasi so'raganlar uchun mashina ideal holatda mana. Yillari 22-yil, probegi 89 ming yurgan.
Tonirovka ruxsatlari bor. Kraskalari mana shu yerda qirilgani uchun sepilgan deyapti. Bu yoqda emas. Mana shu yerda sepilgan deyapti bagajda. O'sha nomer pastidan qirilgani uchun sepilgan. Keyin bakning bu tarafidan masjidga sepilgan deyapti, qirilgani uchun. Mashina mana ideal holatda. Travis so'raganlar uchun. Salonlari mana mashinani. Tepalari panorama. Orqalari kapitan sidenkalar. Mashina ajoyib holatda. Kimga kerak bo'lsa Travis mashinani yana o'zlaring uchun tekshirib olasizlar. Narxi 38 ming deyishyapti. Telefon raqamlari 99 ga aloqaga chiqsalaring, egalari chiroyli qilib kelishtirib qilib beradilar. Hyundai Sonata so'raganlar uchun Koreyaning eng ommabop mashinalaridan sizlarga topdik mana. Mashina ideal holatda. Orqasida propan gaz ballonlari bor. Yili nechida aka? 2022 yili 75 ming yurgan mashina. Mashina shunda materialli bo'lyapti. Tepasida lyuki yo'q. Mashina ideal holatda. Kraskalari top-toza. Shunda bunda motor qanaqa turadi? 2 lik. Rasxod qancha bo'lyapti aka? 5 ta 6 ta o'ziniki. O'ziniki, motor 2 lik bo'ladi shunda. Mashina ideal holatda. Ballonlari o'ziniki radni ballonlar turibdi. Aka, mashina o'zingizniki? Yo tirikchilikmi? Mana aka salonga to'lab olib chiqqanman. Bo'ldi, akani 77 million to'lab. Bo'ldi, akani o'zlaridan mashina. Egalarini o'zidan xohlagani uchun mana mashina ideal holatda. Narxini qancha qilib beramiz aka? 23,5 so'ram. 23,5 ming deyishyapti. Telefon qilsalaring yana chiroyli qilib yo'lda qilib beradilar. Telefon raqamlari 94lik 405 11 44 ga aloqaga chiqsalaring yo'lida qilib berasiz aka, yana kelishtirib qilib berasiz, telefon qilsalar. Kelishib beradilar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Kia Ceed so'raganlar uchun mashina ideal holatda, ajoyib mashina. Yili 22-yil. Oldilari qismlari bron qilingan. Probeglarini 60 ming deyishyapti. Mashina top-toza aka? Top-toza. Mashina top-toza. Propan gaz ballonlari uстановka qilingan deyishyapti. Mana mashina ideal holatda. Tepasida lyuklari bor. Hidapi bor mana bu yerda. Mashina ideal holatda. Sidena Abagrev, Sidena Abduf hamma narsa bor. Kia Ceed so'raganlar uchun narxi 22 ming aka? 22-23. Yo'q, narxi. 22 ming. 22 ming deyishyapti. Telefon qilsalaring yo'lida qilib chiroyli qilib beradilar. Telefon raqamini aytavering akajon. 93lik 304 11 ga aloqaga chiqasizlar. Akalar bilan yana o'zlari bilan gaplashib, savdolashib olasizlar. Akajon, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Unda Sonata so'raganlar uchun yillari 2010-yil, probegi 80 ming yurgan. Mashina zo'r holatda. Egalari o't betida kraskalari bor, ya'ni tekshirib olishadi deyishyapti. Koreyani bu ham eng zo'r ommabop mashinalardan biri. Tonirovka ruxsatlari bor mashinada. 2 lik motor bo'ladi, shunda rasxodi 5 ta 6 ta yeydi deyishyapti.
Mashina ichlari mana panoramalari. Ko'jalari matoviy bo'lib turibdi. Avtomat korobka. Monitorlar qo'yilgan mashinaga. Orqa qismlari. Mashina ideal holatda. Monitorlar akor print qilingan ekan. Kimga shunaqa bunday san'at mashinasi kerak bo'lsa, egalariga aloqaga chiqasizlar. Yana chiroyli qilib narx qilib berishadi. Narxini qancha deyapsiz aka? 14 ming. Yo'q. 13900 qo'yavering. 13900 deyishyapti. Telefon raqamingizni aytib o'ring aka. 90lik 90lik 816 816 66 66 68 ga aloqaga chiqsalaring. Chiroyli qilib beradilar. Aka bozoringizni bersin aka. Kia Sportage so'raganlar uchun mashinamiz 22-yil. Eng full hisoblanadi. Propan gazlari bor. Mashina ideal holatda. Aka probegi qancha? 64 ming yurgan. Propan gaz, 4 miyaqli balon. Tonirovka ruxsatlari bor. Mashinaning mana ichlari, holatlari. Mashina ideal holatda, zo'r holatda turibdi. Tepada panoramalari bor. Sidena Abduf, Sidena Abagraf, rul Abagraf, xullas hamma narsa bor. Mashina holati вообще ideal. Mana orqa holatlari. Ajoyib. Kia Sportage. Bu mashinani ham haydaganlar biladi. Qanaqa yumshoqligini. Mana mashina. Aka narxini qancha qilib beramiz? 30 ming kami bor. Telefon raqamlari 97lik 031 29 99 ga telefon qilsalaring yo'lida qilib chiroyli qilib beradilar. Keyingi mashinamiz Kia Sorento so'raganlar uchun mashinamiz ideal holatda. Bu komfort hisoblanadi. Ikkinchi pozitsiya shunda. Motori 2.5 bo'ladi. Mashina ideal holatda. Mashinamizni yillari 23-yil. Probegi 32 ming yurgan. Propan gaz baloni uстановка qilingan. Kraskalari top toza. Mashina mana ideal holatda. Vidrigizatlar uстановка qilingan. Tepasida panoramalari bor mashinani. Sidena Abagraflar, rul Abagraflar hamma narsa bor mashinada. Mana orqa holatlari. Mashina ideal holatda. Aka narxi qancha edi? 35.5 deyishyapti. Telefon qilsalaring yana yo'lida qilib kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Telefon raqamlari 90lik 250 50 30 ga aloqaga chiqsalaring egaralar bilan yana savdolashib olasizlar. Keyingi mashinamiz Hyundai Santa Fe. Eng fullidan so'raganlar uchun mashinamiz ideal holatda, 3.5 motorligi. Mashinada tonirovka ruxsatlari bor. Mashinaning rangi shunda staloy gan svet bo'lyapti. Mashina eng fulli. Tepasida panoramalari bor. Konsollari mana hamma nimaiki funksiya bo'lsa hamma narsa bor. Sidena Abagraf deysizmi? Abduf deysizmi? Rul Abagraf. Head-uplari bor mashinada.
40 ming yurgan. Shunda bu 7 talik. Mana boshda. Bunda Santa Fe ideal holatda. Aka, pulini qancha qilib beramiz? Telefon zonalari bor. 36,5 ming deyishyapti. Telefon qilsalaring yana chiroyli qilib narx berishadi kelishtirib. Telefon raqamini aytib o'ring akajon. 91lik 529 92 33 ga aloqaga chiqsalaring egalari bilan yana gaplashib, savdolashib olasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Keyingi mashinamiz Malibu 1 mashinasi. Ikkinchi pozitsiyada bo'lyapti. Metan gaz uстановка qilingan 2.4 motor shunda. 2013-yil. Malibu ideal holatda Malibu haydayman deydiganlar uchun mana mashina zo'r haydalgan. Probegi qancha edi aka? 82 ming. Probeglari pashi 82 ming bo'lgan. Bu bez lyuk varianti bo'ladi. Mashina lekin ideal holatda turibdi mana. Rullari ham hali yaltilab ketmagan. Mexanika bo'ladi bu. Yaqinda akamiz xadoga qilib qo'yishdi, 500 dollar ketdi deyaptilar xadoga. 4 ta yangi balon. Mashina zo'r holatda. Bagaj qismlari mana gaz balonlari mana tinni holatda turibdi. Zapaskalari ham mana. Egalar aytishyapti, mashinada mana shu yerda mashinadek pitno sepilgan joy bor ekan. Yana kelib tekshirib olasizlar mashinani. Mashina degan ajoyib holat. Aka, pulini qancha deyapsiz? 12,5 ming deyishyapti. 12,5 ming deyishyapti. Nasiya savdo ham bor. Kelishtirib qilib beramiz deyapti. Telefon raqami ayting. 91lik 557 557 07 67 07 ga aloqaga chiqsalaring egalari bilan yana gaplashib olasizlar. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz Kia Sonet. So'raganlar uchun yili 25-yil mashina. Mashina ideal holatda, balonlari yaxshi holatda turibdi. Yurgan masofasi 18 ming yurgan. Mana Kia Sonet so'raganlar uchun mashina. Tepada lyuklari bor. Sidenalari koja, o'rtasi perforatsiyali koja bo'ladi. Mashina ideal holatda. Kia Sonet mashinasi. Narxini 18 ming deyishyapti. Yana egalariga aloqaga chiqsalaring kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Telefon raqamlari 90lik 269 9000 ga telefon qilsalaring yana egalari bilan savdolashib olasizlar. Aka, bozoringiz bersa salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz Gentra mashinasi. Yili 2023-yil eksport varianti bo'ladi. Avtomat korobka bo'ladi shunda. Mashinada Amerika faralari bor, ideal, originali qo'yilgan. Mashina 23-24-yil 27 ming probegi bor. 27 ming probeg yurgan. Mashinada tonirovkalari bor. 4 ta yaxshi balon taqilgan. Optira stopniklar qo'yilgan. Video registratorlari bor. Mashina ideal holatda. Mashina top-toza kraskasi. Gentra ishqibozlar uchun. Sidenkalari mana yangida turibdi hali. Mashinaga Malibu bar taqilgan. Malibu rul anatomik qilingan taqilgan. Magicar 908 video registratorlar salonni oladigan ham. Hamma narsasi bor mashinada.
Mashina zo'r holatda mana. Evakor poliglar tashalgan. Narxini qancha deyapsiz aka? 15.5. Narxi 15.5 ming. Telefon qilsa savdosi qilib berasiz. Telefon qilsalaringiz savdosi bor, kelishtirib qilib beradilar. Telefon raqamlari 94lik 712 2000 ga aloqaga chiqsalaring mashinani kelishtirib qilib beradilar. Aka bozoringiz bersa aka, salomat bo'ling. Gentra so'raganlar uchun Gentra mashinamiz keldi. Mashina ideal holatda. Yillari 22-yil, bir qo'l mashina, probegi 31 ming yurgan, kraskasi 100% top-toza ekan. Mashina ideal holatda. Amerika faralar qo'yilgan, originali. Balonlari mana turetskiy lassa balonlar taqilgan. Tonirovka ruxsatlari bor. Orqasiga optrastopniklar qo'yilgan. Mashinada Malibu rul, Malibu barlari bor, sidenkalari ideal holatda, top-toza bo'lib turibdi. Mashina ideal holatda mana. Kimga kerak bo'lsa, egalarining nomeri 90lik 122 2002 ga aloqaga chiqasizlar. Egalari kelishtirib, chiroyli qilib narx qilib beradilar. Narxi necha pul aka? Qani bular? Aka narx qancha? Yo'lida qilib berasiz. 14.5 ming deyishyapti. Aloqaga chiqsalaring, kelishtirib, chiroyli qilib yo'lida qilib beradilar. Cobalt mashinasi Midnight, yillari 25-yil, mashina top-toza. Balon holatlari mana. Mashina ideal holatda. Salonlari mana. Probeglari 11.5 ming yurgan. Mashina zo'r holatda. Kimga Cobalt kerak bo'lsa, egalarining o'zidan mashina ideal holatda. Aka narxini qancha deyapsiz? 12.5. Narxini 12.5 ming deyishyapti. Telefon raqamingizni aytavering. 90lik 940 0376 ga aloqaga chiqsalaring, yana kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Aka bozoringiz Nexus so'raganlar uchun Nexus'imiz keldi. Mashina ideal holatda. Mashinaning rangi qora, avtomat korobka, 3-pozisiya bo'ladi shunda. Mashina zo'r holatda. Aka yili nechinchi edi? Yili 22-yil, 43 ming yurgan. Mashina top-toza. Tonirovka ruxsatlari bor. Mashinada anatomiskiy rullar qo'yilgan. Qimmat chexollar qo'yilgan. Mashina zo'r holatda bar qo'yilgan. Monitorlari bor. Mashina zo'r. Ehtiyot qismlarni, ya'ni Aka narxi qancha? Narxi moslamalarni kuchaytirish, 10800 deyaptilar. xizmatlarni amalga oshiruvchi, 10800 deyaptilar. hujjatga ega bo'lmagan Yo'lida qilib chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Telefon raqamlari 97lik 422 83 38 ga aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib narx beradilar.